Assalomu alaykum. Hurmatli Bozorbob kanali muxlislari. Mana bugun biz inshaalloh Satkak Aziz Satkoki ota ziyoratgohidamiz. Mana do'stlarimiz bilan taom aytishga to'g'rayapmiz. Inshaalloh bosmoqlaymiz. Qani biz boshladik. Qozonimizga mana kartoshkani sovoldik. Kartoshkani yaxshilab qovurib qizartirib olib, o'rniga go'sht tashlaymiz. Mana biz go'shtlarimiz, piyozlarimiz, masalalarimiz tayyor. Mana kartoshkani qizartirib oldik. Endi yaxshilab go'shtni qizartirib, mana olovimiz ham yonyapti. Dadil. Inshaalloh zo'r. Olovimiz ham mana pishishga kelib qoldi, dimlayapmiz. Mana eng qiziq joyi. Taomlarni qarang. Yegiz kelib ketdimi do'st? Jiya deydimi? Ana taomlar. Go'zal. Kelinglar ovqatga birga yeymiz. Zo'r bo'ldi inshaalloh. Ana do'stlar bilan ham shunaqa qilib yig'ilib turish kerak-da mana. Taomlar qilib.